Assalomu alaykum butun O'zbekiston xalqi. Men sizlarga juda ham jiddiy video murojaat bilan chiqyapman. Videoni oxirigacha ko'ring. O'zlaringni ko'ngillaring tusasa like bosib qo'yinglar. Ko'ngillaring tusamasa shart bas. Va videoni oxirida o'zlaringni fikrlaringni qoldirishni xohlasalaring fikr qoldiringlar. Bo'lmasa qoldirishinglar shart bas. Bu video murojaatim o'zimni podpischiklarimga va o'zimni kuzatuvchilarimga va tashqaridan meni kuzatadigan insonlarga bo'ladi. Men Instagram platformasini ancha yillardan beri yurg'izib kelaman. Kimning foydasiga? Men show biznes vakillarini foydasiga. Qolaversa, Insta blogerlarning foydasiga, sportchilarning foydasiga, san'atkor qo'shiqchilarning foydasiga Instagram yurg'izib kelganman. Hech qachon o'zimda foydamga yurg'izmaganman. Men chiqargan videolarni pastayanni meni muhokama qilmagan. O'sha chiqargan insonlarimni muhokama qilgan. Mana endi bir oy davomida men shuni bildimki, men bitta san'atkor bilan, bitta aktrisa bilan ozgina tortishib, g'ijillashib qolganim uchun meni muhokama qiladiganlar ko'payib ketdi. Men shunga xursand bo'lyapman. Sen qayerdansan, qayerda tug'ilgansan, qayerdan paydo bo'lib qolding degan savollarga bitta qilib javob bermoqchiman. Men Farg'ona viloyati Buvayda tumani Ing'irchoq qishlog'ida tug'ilganman. Meni dayragimga, menga SMS yozadiganlar, hozirgacha yozib turganlar, eshitib olinglar. Seni o'ldirib chiqib ketadi. Bo'ldi, sen bu san'atkorlarning odamlari kelib odamlari seni bo'ldi qamatib yuboradi. Xullas sen qamalib ketasan degan negativ ichi qora insonlar. Shuni bilib qo'yinglar. Meni birinchi o'rinda paddeshka qiladigan insonlarim bor. Ular kim? Birinchi o'rinda ota-onam turadi. Dadam bor meni, yonimda turadigan otam bor. Lubbo'chasiga olib chiqib ketadi. Bu meni suyangan tog'im. Ikkinchi o'rinda meni paddeshka qiladigan insonlar kimlar? Bular meni qishloqdoshlarim. Men Ing'irchoq qishlog'i bilan faxrlanaman. Mana shu Ing'irchoq qishlog'ini butun O'zbekistonga konkretni tanitmoqchiman. Men shunaqa niyat qilib yo'lga chiqqan bo'laman. Hali bir xilga blogerlar bor-ku, o'zlarini Toshkentga borib olib, yo bo'lmasa bir qo'shni qanaqadir bitta Dubayga boradimi, yo bir qaytlargadir borib olib, "Voy, biz mana unaqa qilyapmiz. Voy, mana cappuccino olib keldi menga, mana o'zimning rasmim tushirilgan" deb hali maqtanadi-yu. Men unaqani xolamayman. Menga mana shu Ing'irchoq xalqim paddeshka qilib bersa, qolgani yoraveradi. Qashqadaryo, Qashqadaryo tandiri. Qashqadaryo ham yetib boradi paddeshkani. Vodiy xalqi lubbo'chasiga yoradi. Andijonliklar bormi? Qani paddeshka do'stlar, andijonliklar keldi deydi-yu. Ana shuning uchun do'stlar, menga unaqa SMSlar yozmanglar. Meni dayragimga har xil sen u bo'ladi, seni bu qilib ketadi, seni qamab qo'yadi endi deb meni ruhiy cho'ktirmoqchi bo'lganlar juda ko'p bo'ladi-da. Bu ayniqsa men salkam 20 yildan beri san'at ichida yuraman. 20 yil bo'ldi, alhamdulillah. O'zimni o'rnimga, tanish bilishlarim bor. Hamma san'atchilar bilan, mana shu o'zim Buvayda tumanidagi, umuman vodiydagi san'atchilar bilan hammasi bilan tanishman. Allohga behisob shukr. Hammasi birlari qadrdon akam, birlari qadrdon opam, yaqinlarim hammasini yaxshi ko'raman bularni. Chunki meni o'zimning hamkasblarim. Shu orqasidan non topgan bo'laman. Bu Instagram platformasida endigina men faoliyat olib boryapman. Meni paddeshka qilib turganlar, Xudo xohlasa shunaqangi videolar joylayman. Mazza qilib tomosha qilasizlar va mazza qilib kayfiyat bilan ko'rasizlar bu videolarni. Faqat kuzatishda davom etinglar. Men Yashnar ismim, Ziyo taxallusim bo'ladi. Do'stlar, jaydarichasiga videolar ulashib boraman sizlarga. Yevropetskiy, anlaqa bir nimalar video bas, jaydarichasiga videolar ulashib boraman. Maza qilib ko'ringlar do'stlar, hammaga xayrli kun. Paddeshka, like, repost sizlardan, u yog'i mendan. Ing'irchoq, qani sizlar? Davay.